O'zini klassini ichidagi eng chiroyli bo'lgan modellardan bittasi siz kutgan Chevrolet Spark. Nima uchun o'zini klassidagi mashina ichida eng chiroyligi deyapman? Chunki bu Spark mashinasini, Chevrolet Spark'ni dizaynerini yevropaliklar chizgan. Mashinani har tomonlama tyuningga moslashtirishgan. Ya'ni qanaqa tyuning? Kuzovnoy. Mashinaga spoiler taqish bormi? Faralarini tyuning qilish bormi? Vashcha tema. Bu mashina Spark tan olish kerak, har qayerda chiroyli chiqqan mashina. Chiroyli bo'lgan bilan ham shahar uchun, ayniqsa shaharda probkalari bo'ladimi, shahardan stanki muammo bo'ladimi, mashina to'xtashga muammo bo'ladimi, o'sha uchun ishlab chiqarilgan mashina. Sizlar bilan avtoshovoz juda ko'pchilik so'ragan, juda ko'pchilik kutgan mashina Chevrolet Spark. Chevrolet Spark kommentariyada juda ko'pchilik so'radi. O'zbekning eng erkatoy bo'lgan mashinasi, eng shirin bo'lgan mashinasi haqida. Aka, gapirmayapsiz-ku, dedingiz okajon to'ppa-to'g'ri. Mana siz uchun bugun Chevrolet Spark'ga alohida konturimizni qaratamiz. Foydali va zararli tomonlarini sizga etap-etap tushuntirib berishga harakat qilamiz. Tayyor bo'lsangiz like bosib qo'ying, biz ketdik. Chevrolet Spark birinchi chiqqanda odamlar bu mashinani bilasizlarmi qanaqa tasavvur qilgan? Mashinani Transformerda ko'rilgan bir epizodi bor. O'sha epizodni qo'yib yuboramiz, xudo xohlasa. O'sha mashina deb o'ylashgan. Yo'q, aslida bu mashina emas. U o'zi sportivniy bo'lib chiqqan 2 eshikli mashina. Ko'rinishlari Sparkka o'xshashib ketadi. Ko'pchilik o'sha mashina deb o'ylagan buni. Endi Transformer kinosi, endi ko'pchilik ko'rgan bu kinoni, shaxsan men o'zim juda ham yaxshi ko'rib ko'rganman kichkinaligimda. Birinchi taassurot Salativiy Spark o'sha yerda bo'lgan. Chiqqanda ham mashinani vidi o'sha mashinani berganda, o deyishgan ko'pchilik. Endi qaranglar, Spark haydab yurgan odamlar nimadan minnatdor bo'lgan boshida? Yoqilg'ini ekonomishniligi. To'g'ri, endi hozir turbina motorlar juda ham zamonaviy ekonomishniy motorlar chiqib ketdi, lekin o'sha o'zini chiqqan davrda mashina har qayerda ekonomishniy bo'lgan. Benzinda yurganda ekonomishniy bo'lgan. Mashinani birinchi plyusi o'sha davrdagi motorlarga qaraganda bir motor bo'lib chiqqani bor, 1.5 bo'lib chiqqani bor. Bir motori avtomat korobkaliga chiqqan, ya'ni ekonomishniy bo'lib chiqarilgan. Shahar ichi uchun juda ham moslashgan bo'lgan. Mexanika korobkasi 1.5 bo'lib chiqqan. Bir motorligi ham bor mexanikasini, lekin sizlar bilan biz 1.5 lik pozitsiyasi haqida gaplashamiz. Chunki bir motorliklar o'sha 70 da ancha qolib ketdi ular. Kuzov o'xshash mumkin, lekin ichidagi mexanizmi umuman boshqa narsa. 1.5 lik zamonaviy Spark. Men to'g'risi shu mashina ishlab chiqarish to'xtaganda achinganman. Nimagaki, baribir shahar sharoitiga, O'zbekiston sharoitiga bu mashina kerak edi. Chunki mashina nihoyatda baquvvat chiqqan. Ходовой части bo'ladimi, motor sistemasi bo'ladimi? Faqatgina mexanikasida, korobkasida sal muammolari bo'lgan, avtomat korobkasi juda ham zo'r, juda ham dahshat chiqqan mashina. Shu to'xtatib qo'yilganda to'g'risi men jahlim chiqqan. Ko'pchilik jahli chiqqan bo'lishi mumkin, lekin haqiqatda zo'r mashina edi. Mashinani birinchi plyusi o'sha davrda ekonomishniy motor bo'lgan, benzinli. Motori nadejniy bo'lgan. 1.5 zamonaviy motor bo'lgan o'sha paytda. Zo'r. Ikkinchi plyusi aynan mashina shaharbob bo'lib chiqarilgan. Shahardagi tirbandliklar, shashka qilib yurishlar, joy qo'yishgan, mashinani parkovka qilishga muammolarni pashti Sparkda yo'q. Chunki arzimagan joyga ham sig'ib ketaveradi mashina. Bu ikkinchi plyusi mashinani. Spark haydab yurgan odamlar bu narsani biladi. Agar kam ko'sti bo'lsa, kommentariyada yozib qo'yinglar bu narsani. Bu mashinada 3-eng katta plyus xizmat ko'rsatish zapchaslar hozirgi kunda nihoyatda arzon. Tan olish kerak, nihoyatda arzon. Chunki hozirgi kunda 2026-yilda elektromobillar, gibridlar, inomarkalar ko'payib ketdi juda ham. Ayniqsa Xitoy mashinalari ularni oldida, ularni zapchasi, ularni usta servis ko'rsatishini oldida Spark va vobshe ustalar uchun muammo emas. Olib kirib ko'rsataman yoki zapchasini olaman desiz, libbo joyda bor. Bu eng katta plyus hisoblanadi. Texnikani haydagan insonda uni ehtiyot qismlarini topa olish va uni
remont qildirishga imkoniyati zo'r bo'lsa, u mashina, u texnika yaxshi hisoblanadi. Chunki buzilmaydigan texnikani o'zi yo'q. Endi buzilmaydigan texnika olaman desangiz, o Land Cruiser'lar, u to'g'ri ular bilan solishtirib bo'lmaydi bu narsalar. Bu bitta plyusi. 4-plyusi mashinani boshqarish vobshe oson. Mashina o'yinchoq oddiy qilib aytganda. Jiguli haydagan odamda, Nexia haydagan odamlar o'sha o'tirib qolsa bor-ku Spark'ga, mashina vobshe o'yinchoq. Nihoyatda yumshoq. Avtomat korobkasini ruli elektronniy, rul shunaqa yumshoq, mashinani yurishlari prosta maza bo'lgan o'sha paytda. Shaxsan men o'zim o'tirib haydaganimda shunaqa maza qilganman. Ma'lumot uchun men mexanikasini ham, avtomatini ham ancha yil haydaganman mashinani. Bu 4-plyusi. 5-plyusi shu mashina 2026-yili kelib turib, bozorda ko'p mashinalar narxi tushib ketgan bo'lsa ham, lekin yaxshi sostenadi avtomat korobkalar narxi hali ham oyadi. Nimaga? Mashina действительно zo'r chiqqan. Sizni ortiqcha rasxod qildirmaydi, bo'lar bo'lmasga buzilavermaydi. Kaprizli emas mashina. O'shaning uchun bu mashina to'xtatilganda ko'pchilik jahl hislagan. Chunki o'ylang, siz ishga borib kelasiz yoki oilaviy yumushlar bilan yurasiz, bu ideal mashina-da. Ko'pchilik aytishi mumkin, bagaji yo'q, bagaji yo'q. Baraka topib ko'r, mashinani olayotganda inson o'zining ehtiyojlaridan kelib chiqib oladi-da. Endi siz Spark olib turib, tog'ga chiqib, tog'ma-tog' yurmaysiz-ku qirma-qir. Mayli, endi dam olishga boshqaga borardursiz, bunda endi bagaj minus, lekin shahar sharoitiga nihoyatda zo'r mashina. Mashinani bilgan biladi, to'g'risini aytsam. Shaxsan men bu mashinani juda ham yaxshi ko'raman. Har qatda zo'r mashina. Endi hammaning fikri, hammaning shaxsiy fikri bo'lganda, bu meni shaxsiy fikrim. Yana plyuslari bor. Endi ko'p to'xtalayman. Plyuslarini Spark haydaydigan aka-ukalarimiz kommentariyada yozib qo'yturinglar. O'qiganlarga manfaatli bo'ladi. Kimdir olmoqchidir shu mashinani yoki kimdir qatidir buzilib qolsa bilmayotgandir. Endi tabib emas, boshdan o'tkazgan tabib. Mashinaga eng zo'r obzorni haydab yurgan odam qiladi. Hech qachon salonda sotib turgan odam mashinadan zo'r obzor qila olmaydi. U faqat sotish uchun maqtaydi mashinani. Haqiqiy mashinani tushungan, obzor qiladigan odam o'sha mashinani haydab yurgan odamgina. Shuning uchun meni kontentlarimni, bizning kanalimizda juda ham ko'p avtomobil ixlosmandlari kuzatisher ekan, o'zligi ham bu narsalarni yozishyapti, o'zligini yaxshi samimiy fikrlarini yozishyapti kommentariyada. Bu uchun sizlarga alohida rahmat aytaman. Nimaga? Chunki o'sha kommentariyani kirib o'qiyotgan odamlarga ham bu manfaatli bo'lyapti. Ko'ryapsizlarmi? Like bosib qo'ying, obunani bo'lib qo'yib, kommentariyada обязательно fikrlaringizni yozib keting. Mashinani plyuslari haqida qisqacha gapirdik. Endi mashinani minuslari. To'g'ri, aytishimiz mumkin, bu mashinani faqatgina akkumulyatorida minusi bor deb yo'q. Действительно bu mashinani minuslari bor. Ya'ni qanaqa? 1.5 motor atmosferniy. Надежный, ishonchli xizmat ko'rsatish oson, zapchastlari ustalari tiqilib yotibdi, lekin juda ham kuchli motor emas. Ya'ni uzoq yo'lga yuraman deydigan bo'lsangiz, balandliklarga, ayniqsa perivallarda yuraman deydigan bo'lsangiz, motor slabiyligi bilinadi. Ayniqsa orqada ikkita odam, oldida bitta odam bilan yuradigan bo'lsangiz, mashina "Okey, ozgina qiynalyapman" deb qo'yadi. Shu joylari bor. Haydagan odam his qiladi bu narsani. Bu birinchi minusi. Ikkinchi minusi, mashinani saloni tor. Torligi qanaqa? Oldida o'tirgan haydovchi ham, orqada o'tirgan odam ham tikkatib o'tiradi mashinada. Bundoq suyanib yotib, cho'zilib o'tirish yo'q. Bu degani yana to'xtalamiz, uzoq yo'lga yurishga bu mashinani maslahat men bermayman. Haydagan odamlar ham biladi bu narsani. Agar to'g'ri fikrlaydigan odam bo'lsa, shu narsani to'g'riligini aytadi. Chunki har qatda uzoq yo'lga charchatib qo'yadi mashina, salon torlik qiladi. Ayniqsa orqada o'tirib, 3 ta odam o'tirib qolsa, juda kashmar bu mashinada. Bu ikkinchi minusi. Uchinchi minusi, agar siz okajon uzoqroq joyga nimadir olib boraman deb qo'yadigan bo'lsangiz, bagaj bilan muammoingiz bor. Buni plyuslaridan aytib o'tdim. Bagaj bilan muammo bor. Endi hamma har xil imkoniyatga qarab, mabodo siz Spark olib qoldingizda, og'irroq yukingizni uzoqroq olib bormoqchimisiz? O'sha Sparkda bo'lmaydi bu narsa. Orqa sidinadan yotqizib turib borishingizga to'g'ri keladi. Bagaj yo'q. Bor, kichkinagina bunda. Agar metan qo'yadigan bo'lsangiz, bagaj ham uxladi aka, bagaj yo'q вообще. Bu uchinchi minusi. To'rtinchi minusi, mashinani zavodskoy chiqqan diskalari, balonlari faqatgina aravaga mos keladi. Bu juda ham katta og'riqli minuslardan biri. Chunki men o'zim balonimni sotib, kattaroq shirokkiroq diska bilan balon taqqanman.
O'shanda so'raganman, bu ballonni kimga sotasizlar desam, Arabiyasi deganlarga sotamiz deyishgan. Sizlar xafa bo'lmanglar, lekin realni Spark'imizda balloni faqatgina arabaga to'g'ri keladi. Endi yuraversa ham bo'ladi-yu, maslahat bermayman. Ko'pchilik Spark'ga katta saka diskalarni taqib olishadi. Bu mashinani vidiga vid qo'shadi, chunki mashinaning chiziqlari, basharalarining ko'rinishi juda chiroyli, lekin shu narsa hadovoyni o'ldirib qo'yadi. Bu ma'lumot sifatida aytib ketyapman sizlarga. Undan ko'ra oddiy qo'qon diska bilan qalinroq ballon taqib qo'ysangiz, balandroq maza qilib yurasiz mashinada. Hadovoy charchamaydi. Bu maslahat sizga. 5-minusi mexanika korobkasi bilan. Nimaga? Mexanika korobkasida boshida chiqqan modellarida juda ham muammo ko'p bo'lgan. Korobka отказ qilgan. Lekin bu mashinani avtomat korobkasi Gentra'dan yaxshi yuradi. Cobalt'dan ham yaxshi yuradi. Men tan olib aytaman, chunki boshimdan o'tkazganman, haydaganman, korobka nihoyatda aqlli chiqqan. Даже Gentra'da yo'q narsalar Spark avtomat korobkasida bor. Shunaqa kuchli chiqarilgan mashina. Yana aytaman, o'sha og'riqli nuqta nima uchun shu mashinani ishlab chiqarishni to'xtatishgan. Endi Spark 2 ni ishlab chiqaramiz deyshayotuvdi. Xudo xohlasa ishlab chiqarsa ko'ramiz. Shaxsan men bu mashinani lyubiteliman. Hozir 2026-yilda oson bo'ladimi deganlarga bu mashinani bemalol qo'rqmasdan olsangiz bo'ladi. Bemalol olib haydasangiz bo'ladi. Bu mashina yana 10 yil 15 yil yurib beradi. Даже 2015-2016-yilda chiqqanini olsangiz ham bu mashinani действительно zo'r yuradi. Unaqa katta rasxod ham qilmaysiz mashinaga. Maslahat beraman avtomat korobkasini olish. Nimaga? Mashinani o'sha korobkasi bilan mexanikasida muammo bo'ladi. Ko'pincha avtomatida вообще muammo yo'q. Endi udashni chiqib qolgan odamlarda mexanikasi umuman buzilmagandir. Buni kommentariyada yozib ketsangiz foydali bo'ladi biz uchun ham. Lekin ko'pchilikda buzilgan. Shu mexanikasi buzilgan. Avtomat korobkasi olganingizdan keyin vaqt soat kelganda sotishingiz ham oson. Chunki endi bitta mashinani olib qo'yib vechna haydaydigan mashinalar emas. Bular GM'mi, o'sha Nexia 3, Cobalt, Gentra, bu Spark'lar xuddi mana Mercedes-Benz'lar yo Lexus, Toyota'larga o'xshab qo'yib, yo Audi'larga o'xshab turib, Porsche'larga o'xshab turib bitta olib turib, bu qarigunizgacha haydab yuradigan mashina emas-da. Chunki yildan yilga yengillashib ketyapti. Yildan yilga o'zgarib ketyapti mashinalar. Misol, o'tgan yili $20,000 sotilgan elektromobillar hozir $11,000 sotilyapti-da, misol uchun. Boshida kirib kelgan $70,000 Tesla'lar narxi $30,000 ga tushib ketganda, endi qaraysiz, uje narxni normalni o'ylayapti. Lekin boya aytganimdek, sostenasi yaxshi avtomat korobka Spark bozorda hali ham normalni pul. Spark'ni olib turib, shahar ichida Yandex qilib turib, arendaga olib yopib borsam bo'ladimi deydigan savollar bo'lib qolyapti. Bu narsaga men umuman qo'shilmayman. Chunki Toshkent shahar sharoitida men Toshkentda yashaganim uchun Toshkent bo'yicha baho bera olaman. Viloyatlardan turib kuzatishadi, esingi davlatlardan turib kuzatishyapti. O'zingizlarning fikringizni yozib ketsanglar, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Chunki men bu yerda yashab turganimdan keyin bu yer sharoitini bilaman-da. Shaharda bunda Spark'da Yandex qilib turib, arendaga olib yopib tashlayman degan fikrni uje miyadan chiqarib tashlaylar. Uje yo'q. Uje Yandex kira qilishi, taksini hammasini elektromobilni uje olib qo'yib bo'ldi. Olib bo'ldi. Gibrid mashinalar, elektromobil mashinalar, ekonomishniy motorli mashinalar uje olib bo'ldi. Uje Spark'da siz faqat dastavka qilishingiz mumkin. Bu dastavka bilan yopib tashlayman degan fikr yo'q. Nima uchun? O'zingiz uchun. $5,000, $6,000 pulingiz bordi. Siz berib turib arendaga yoki rassrochkaga yoki kreditga mashina olib, uni o'ylab yurgandan ko'ra yaxshi bitta Spark olsangiz, o'sha puliga Spark beradi. Maza qilib 5 yil haydaysiz o'sha mashina. Faqatgina ishga borib kelish, oilaviy yumushlaringiz bilan bemalol o'shalar qilayotgan ishni bu ham qilaveradi. Agar men bu mashina orqasidan tirikchilik qilaman, uzoq yo'lga odam tashiyman, yoki kira qilishim bor, yuk tashishim bor deydigan bo'lsangiz, okajon, bu mashina siz uchun emas. Spark bunaqa qiynalib yuradigan mashina emas. Chunki unga moslashmagan bu mashina. Men eshak qilib minaman bu mashinani deyishingiz mumkin, lekin mashinaning tuzilishi unga moslashmagan. Mashina chista ish, uy, ko'chadagi yumushlar uchun idealniy variant. Sizni ortiqcha asabingizni buzmaydi, cho'ntagingizdan ortiqcha pulni ketkazmaydi. Bo'lar bo'lmasga muammo qilib, ustaxonaga sizni olib bormaydi. Aytganimdek, ustalarim tiqilib yotibdi. Palakat bo'lib qirib olasizmi yo, sizni kimdir kelib urib oladimi yo, motor taqillab qoladimi, hadovoy ketib qoladimi, Farxatskiy bo'ladimi, Sergeli bo'ladimi, Gvardiyskiy bo'ladimi, zapchast to'lyapti. Usta undan ham ko'p. Garantiya berib ishlaydigan ustalar vaqti ko'p. Chunki bu mashinani
O'zbekistondagi hamma ustalar biladi. Siz BYD Chazorni olib kirib garantiya ola olmasligingiz mumkin usta qilib bergan ishiga. Lekin bu mashinaga uverенный bo'lib turib, sheti shunaqa bo'lgan, betini alishtiramiz, menimcha bo'ladi. Yoki shuncha yurib beradi deb aytisha oladi. Chunki har kuni o'qilgan kitobni kitobxon yodlab oladi. Bu mashinalar ham xuddi shunaqa. Kam ko'zlari bo'lgan bo'lsa, uzr so'rayman. Bu mashinani juda ham maqtash emas, men bu mashinani juda ham yaxshi ko'raman. Chunki bu meni shaxsiy fikrim. Subyektiv fikr degan narsa bor. Sizlar ham o'zingizlarning fikringizni xohlagan talqinda, xohlaylar to'liq, xohlaylar qisqa kommentariyada yozsanglar, har bitta kommentariyani o'qib chiqib men javob beraman. Chunki har bitta yozgan narsangiz menga qiziq. Faqatgina so'kib, haqoratlab, o'zingizni tarbiyangiz qanaqaligini ko'rsatib yozsangiz, xafa bo'lmanglar, sizni blok qilamiz. Bu narsani biz xohlamaymiz. Siz ota-onangiz bergan tarbiyani shu kommentariyada ko'rsating, bo'ldi. Chunki odamlar yozishibdi-da, mana o'zbeklar chiqargan videoda ham odamni chiroyli gaplashsa bo'lar ekan-ku. Bu bilasizmi, shu odamni shunaqa xursand qiladi. Salomat bo'ling do'stlar. Avtoshovozda qolinglar, obuna bo'lib qo'yishingiz kerak.